universal drabilkalarni 18-yanvardan 28-yanvargacha 10 kunlik skidkamizni e'lon qilamiz. Hop. 2 million so'mdan 10 kun ichida bemalol xarid qilishlar mumkin. Bu drabilkalarimiz hozir qisqacha qilib ma'lumotlar berib ketamiz. Ichidan boshlaymiz. Pichoqlari 26 talik germanskiy bo'ladi. 14 tasi shu germanskiy kuydirilgan pichoq bo'lsa, 12 tasi malatka va don so'ti uchun pichoq bo'ladi. Hop, listlarni o'zlari burdilar, qalinligiga baho berasizlar o'zlar. Faqat kraskasi ko'chdi xolos, pichoq ya'ni umuman list anchagina qalin, ikkili list bo'ladi bu. Kentaur drabilkasi. Hop, 4 ta setkasi bo'ladi, o'zini kompleksida. Narxi 2 million so'm. 10 kun ichida. Hop, buni hozir ishlashlarini ko'rsatib, motorlar bilan tanishtirib o'tib ketamiz. Sharoitimiz hozir ishlatishga o'timiz, donimiz yo'q bo'lganligini sababiga hozir kardon bilan plastik chiqarib ko'ramiz. Hop. Motorlarga keladigan bo'lsa, motori 5,5 kilovatlik motor bo'ladi. Hozir 3 kilovat tortadi. Belkasi 5,5 kilovat, 3000 oborot motorimiz. Buni ustki qismi mis bo'ladi, ichi alyuminiyli bo'ladi akalar. Hozir buni kardon ishlarini chiqarib o'tamiz. Kardonga mana shu setkamizni qo'yamiz. Kardon ko'rishlar mumkin, mana maydalagan akalar. Mana. Endi plasmasani. Maydalagan ko'rishlar mumkin o'zida. Drabilkamizni 2 million so'mdan bemalol xarid qilishlar mumkin. Manzilimiz Toshkent shahri Izza bozorida oldida bo'ladi. 12 ta viloyatdagi kelishilgan holda dastavka qilib beramiz. Toshkent shahri bo'ylab dastavkasini bepul ham qilib beramiz akalar. Bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishlar mumkin.